Bu videomiz yana Damas akalarga foydali bo'ladigan umiddamiz. Damas mashinasi gazda zo'r yurish uchun akalar постоянно mana shu воздухлачой bekib yurish kerak. Ag'i ham bari ham bekib turish kerak. Shunda gazda ham ekonomичный yuradi, ham tortchi ham benzindaqa yuradi. Metan propan farqi yo'q. Ham расходi ham qisiladi. Mana hozir воздухлачой ochiq holatda turibdi. Hozir bekitaman. Mashina dimiqda. Bu holatda endi adinochkani qisamiz. Mana regrovchi mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Hozir o'zining holatiga keldi. Motorni ko'tarishi ham zo'r. Holatda yurishi ham ekonomичный bo'ladi, kilometrlari ham, tortishi ham yoki benzinda qanday bo'ladi. Yana bitta foydali ma'lumot berib o'tgaman. Agar benzinda yaxshi yursin desada, воздухлачой oxirigacha ochiq turishi kerak, teskarisi. O'shanda benzin расходi ham 7-8 taga tushadi, plus tortishlari ham chotki bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni tez Damas akalarga jo'natib qo'yasizlar.